Braziliya dunyoda o'zining go'zal plyajlari, futbol madaniyati, musiqasi va yirik shaharlari bilan mashhur. Ammo bu yorqin manzara ortida mamlakat jiddiy jinoyatchilik muammolariga ham duch kelmoqda. Har yili Braziliyada millionlab jinoyatlar qayd etiladi. Ular orasida talonchilik, giyohvand moddalar savdosi, odam o'g'irlash, kiberjinoyatlar va 10 minglab qotilliklar mavjud. Shu bilan birga mutaxassislarning ta'kidlashicha, vaziyat ko'pchilik o'ylagandek oddiy emas. Ayrim hududlar juda xavfli bo'lsa, boshqalari nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Jinoyatchilik darajasi, iqtisodiy holat, jinoiy guruhlar faoliyati, politsiya ishlari va davlat siyosatiga qarab o'zgarib turadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda Braziliyada taxminan 42590 ta qotillik qayd etilgan. Bu degani har kuni o'rtacha 116 nafardan ortiq odam hayotdan ko'z yumgan. Har 100 ming aholiga to'g'ri keladigan qotillik darajasi taxminan 20 tani tashkil etadi. Bu ko'rsatkich ko'plab Yevropa davlatlaridan ancha yuqori bo'lsa-da, avvalgi yillarga nisbatan kamaygan. Tadqiqotchilar bu ko'rsatkichni so'nggi 10 yildagi eng past daraja deb baholamoqda. Ammo qotillik Braziliyadagi jinoyatlarning faqat bir qismidir. Mamlakatda har yili juda ko'p talonchilik va o'g'rilik holatlari ham sodir bo'ladi. Yirik shaharlarda telefon o'g'irlanishi, qurolli bosqinchilik va mototsikl o'g'riligi oddiy holga aylangan. So'nggi yillarda talonchiliklar soni kamaygan bo'lsa-da, ko'rsatkichlar hanuz yuqori darajada qolmoqda. Braziliyadagi eng katta muammolardan biri bu uyushgan jinoyatchilikdir. Kuchli jinoiy guruhlar giyohvand moddalar savdosi yo'llarini, qamoqxonalarni va hatto ayrim mahallalarni nazorat qiladi. Eng mashhur jinoiy tashkilotlar orasida PCC va Comando Vermelho mavjud. Ular giyohvand moddalar savdosi, qurol kontrabandasi va tovlamachilik orqali milliardlab dollar daromad topadi. Politsiyaning bunday guruhlarga qarshi operatsiyalari ko'pincha qurolli to'qnashuvlarga olib keladi. Ayniqsa favela deb ataluvchi kambag'al mahallalarda bunday holatlar tez-tez uchraydi. Rio de Janeiro shahri jinoiy guruhlar faoliyati bilan eng ko'p bog'lanadigan hududlardan biri hisoblanadi. Ayrim mahallalarda qurollangan jinoyatchilar politsiya va raqib guruhlar bilan muntazam to'qnashib turadi. Ba'zi aholi hatto o'q ovozlarini deyarli har kuni eshitishini aytadi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, Braziliya 200 milliondan ortiq aholiga ega ulkan mamlakatdir. Shu sababli jinoyatchilik darajasi hududlarga qarab keskin farq qiladi. Janubdagi ayrim shaharlar xavfsizlik bo'yicha rivojlangan davlatlarga yaqin ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, shimol va shimoliy sharqdagi hududlarda vaziyat ancha murakkab. Yana bir jiddiy muammo ayollarga nisbatan zo'ravonlikdir. So'nggi yillarda mamlakatda zo'rlash va oilaviy zo'ravonlik holatlari rekord darajaga yetgan. Faqat 2023-yilning o'zida 83 mingdan ortiq zo'rlash holati rasman qayd etilgan. Mutaxassislarning fikricha, haqiqiy son bundan ham yuqori bo'lishi mumkin, chunki ko'plab jabrlanuvchilar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmaydi. Politsiya tomonidan qo'llaniladigan kuch ishlatish masalasi ham Braziliyada katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Har yili minglab odamlar politsiya operatsiyalari vaqtida halok bo'ladi. Inson huquqlari tashkilotlari ayrim hollarda ortiqcha kuch ishlatayotganini tanqid qiladi. Boshqalar esa politsiya og'ir qurollangan jinoyatchilarga qarshi kurashayotganini ta'kidlaydi. Qiziq tomoni shundaki, jinoyatlar soni yuqori bo'lishiga qaramay, ayrim ijobiy o'zgarishlar ham kuzatilmoqda. So'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi qotillik darajasi taxminan 25% ga kamaygan. Mutaxassislar bunga politsiya hamkorligining kuchayishi, razvedka ishlarining yaxshilanishi va boshqa omillar sabab bo'lganini aytmoqda. Shunga qaramay, ko'plab braziliyaliklar kundalik jinoyatlardan xavotirda yashashda davom etmoqda. Katta shaharlarda odamlar kechasi yolg'iz yurmaslikka, qimmat telefon va buyumlarni ko'z-ko'z qilmaslikka harakat qiladi. Sayyohlarga ham gavjum joylarda ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi. Jinoyatchilikning yuqori darajasi ko'pincha kambag'allik, ta'lim imkoniyatlarining cheklanganligi, ishsizlik va ijtimoiy tengsizlik bilan bog'lanadi. Ayniqsa 15 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan erkaklar qotillik qurbonlari orasida eng katta guruhni tashkil qiladi. Kiberjinoyatlar ham tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Internet firibgarligi, bank kartalari bilan bog'liq jinoyatlar va soxta onlayn do'konlar soni ortib bormoqda. Zamonaviy jinoyatchilar endi nafaqat ko'chalarda, balki internetda ham faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga ko'plab braziliyaliklar xalqaro ommaviy axborot vositalari mamlakat haqida haddan tashqari salbiy tasvir yaratishini aytadi. Ularning fikricha, Braziliyaning katta qismi tinch va xavfsiz bo'lib, millionlab odamlar odatiy hayot tarzida yashamoqda.
Xulosa qilib aytganda, Braziliya qarama-qarshiliklarga boy mamlakatdir. Bir tomondan u o'zining betakror madaniyati, kuchli iqtisodiyoti va tabiiy go'zalliklari bilan mashhur. Ikkinchi tomondan esa zo'ravonlik, uyushgan jinoyatchilik va ijtimoiy tengsizlik kabi jiddiy muammolar bilan kurashmoqda. Qotilliklar soni kamayib borayotgani ijobiy belgi hisoblanadi. Ammo har yili 10 minglab odamlarning hayotdan ko'z yumayotgani Braziliyada jinoyatchilik hanuz eng katta muammolardan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi.